Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda ko'pchilik tomonidan beriladigan savollarga qisqacha, tez, sodda, tushunarli qilib javob berishga harakat qilamiz. Albatta, ko'pchilik tomonidan mana shu savollar qayta-qayta so'raladi. Shu insonlarga yaxshiroq va to'liqroq qilib javob berib o'tishga harakat qilaman. Eng birinchi YouTube bo'yicha eng ko'p takrorlanadigan savollardan biri shuki, oyiga qancha topish mumkin? Oyiga qancha pul topish mumkin degan savolga albatta bu har kimning o'ziga bog'liq, har kimning o'sha qilayotgan yo'nalishiga bog'liq, har kimning o'sha nima deydi, Alloh taolo tomonidan berilgan rizqiga bog'liq. Agar siz zo'r yo'nalishda, zo'r kompyuterlarda, zo'r sharoitda turib bir so'm ham topa olmasligingiz mumkin, agarki o'sha taqdiringizda yozilmagan bo'lsa. Lekin oddiy kompyuterda, oddiy yo'nalishlarda bo'lib turib ham ancha yaxshi pul topish topish holatlarini men o'zim shaxsan guvoh bo'lganman. Shuning uchun, lekin aytaylik, o'rtacha holatni olamiz. Misol sizda yaxshi kompyuter bor, yaxshi sharoit bor, vaqtingiz bor, yetarlicha ishlayapsiz yaxshi yo'nalishda, mana shu holatda 2000-3000 dollar o'rtasida pul topsa bo'ladi. Undan ko'proq bo'lishi mumkin, men endi o'rtacha holatni aytyapman. Bundan kam bo'lishi ham mumkin albatta. Bu birinchi savolga javob. Ikkinchi savolga javobimiz qaysi yo'nalish yaxshi? Bu savolga misol uchun men aytamanki, oson, tez, yengil degan yo'nalishlarga uchmanglar. Albatta qiyin bo'lsin, murakkab bo'lsin qilish. Chunki oson, yengil bo'ladigan bo'lsa, bu YouTube'da raqobat ko'p bo'lib ketadi. O'sha hamma o'sha yo'nalishni qilgan bo'ladi va sizda o'shanga shu nima deydi, qilingan videolar orasidan trafik olish qiyin bo'ladi baribir. Ya'ni YouTube har bir yo'nalishga alohida trafik ajratadi. Misol uchun aytadiki, 3D animation yo'nalishida bir oyda yoki bo'lmasa bir kunda 1 millionta odam shuni ko'rsin deydi. Lekin siz o'sha yerda 500 mingta kanal bo'ladigan bo'lsa, o'shani 500 mingtaga bo'lib tashlaydigan bo'lsangiz, har bittasiga 2000 tadan prosmotr to'g'ri keladi. 2000 ta prosmotr bilan siz nima qilasiz? Bir so'm pul ishlay olmaysiz. Endi bu 3D animation yo'nalishida bunaqa emas, lekin boshqa oddiy yo'nalishlarda xuddi shunaqa narsa bor. Oson, yengil yo'nalishlarda albatta mana shunday natijalar bo'ladi. Demak, eng optimal variant qaysi? Qiyinroq yo'nalish tanlash kerak, hamma qila olmaydigan bo'lish kerak va insonlarga foydali bo'lish kerak. Mana shu yo'nalish albatta yaxshi va afzal bo'ladi. Keyingisi, telefonda natija qilish qanchalik oson? Telefonda natija qilish deyarli imkonsiz. Qilib yurganlar bor, misol uchun 200-300 dollar topib, 500 dollargacha topib yurganlar bor, lekin telefonda ishlash degani bu vaqtinchalik narsalar. Bir oy, 2 oy ishlab yursangiz bo'ladi, lekin professional ishlash uchun, yaxshi natijalar qilish uchun albatta 100% hech ikkilanishsiz kompyuter bo'lishi kerak va yaxshi foydalana olishingiz kerak. Premiere Pro dasturi, Photoshop dasturi, o'sha buni ishlatayotganda ham montajni yaxshi qilish, Photoshopda misol uchun preview tayyorlash qoidalarini, o'shalarni yaxshi bilishingiz kerak bo'ladi. Telefonda yaxshi natija qilish bu qiyin narsa. O'shaning uchun telefonda qilaman, telefonda yaxshi natija qilaman deb o'zingizni o'zingiz aldash, faqat bu vaqtingiz bekorga sarflash bo'ladi. Keyingi savolni ko'rib o'tamiz. Kuniga qancha vaqt ajratish kerak? Bu siz tanlagan yo'nalishingizga bog'liq bo'ladi. Misol uchun 3D animation yo'nalishida 3-4 soat ketadi bir kunda. Video tayyorlash, montaj qilish, boshqa qilish. Yoki boshqa bir yo'nalishlarda 1 soat ketishi mumkin. 1 soat, 2 soatgacha. Asmer yo'nalishlarda, misol uchun kameraga olib turib montaj qilsangiz bo'ldi, ketdi u yoqlari. Lekin Sandy Toys yo'nalishlari bor. Ularda sal ko'proq ketadi. Misol uchun 5-6 soatlar vaqt ketishi mumkin o'sha videoga olib, boshqa qilib, nima deydi, tayyorlab olguncha. Top D yo'nalishlari bor. Bu yo'nalishda 6-7 soatlar vaqt ketadi bir kunda, misol uchun ancha vaqtingizni olib qo'yadi montaji, o'sha videoga olishlar jarayoni. Demak, bu o'sha siz tanlagan yo'nalishga bog'liq. Oddiy yo'nalishlardan o'rtacha yo'nalishda ishlayman desangiz, 3-4 soat vaqt ajratish kerak bo'ladi. Yengilroq yo'nalishlarda 1-2 soat vaqt yetarli. Endi qiz bolalar ham qilsa bo'ladimi? Ko'pchilik qiz bolalar yozishadi, misol uchun ayol kishilar, asosan farzandlilar. Bular ham qilsa bo'ladi, ammo o'sha tartib rejim buzmagan holatda. Ko'pchilik ayol kishilar o'sha tartib rejimni ko'p buzib qo'yishadi. Mamday kuniga mamday yuklang deysiz, bir kun 2 kun yuklaydi, 3-4 kun yuklamay qo'yadi. Bu narsa yomon. Agar rejimni buzmaydigan va chiroyli tartibda qiladigan bo'lsa, albatta ayol qizlarimiz, opa-singillarimiz ham bemalol yaxshi natijalar qilsa bo'ladi. 2000-3000 dollar topadigan shaxsan o'zimni tanishlarim bor. Erinmasdan qilishadi, ishlashadi, chiroyli qilib mehnat qilishadi va daromadi ham eridan 2-3 barobar ko'p pul topadigan shaxsan o'zimni shogirdlarim va tanish bilishlarim bor.
Keyingisi qopqonga tushib qolmang. Mana shu bu oxirgisi bu maslahat sifatida. Ya'ni ko'pchilik hozir YouTube bo'yicha o'rgataman deydi. Misol uchun men ularga qarshi emasman. Mingdan ming rahmat o'sha ilmini ulashayotgani uchun. Umrlar uzoq bo'lsin. Lekin o'sha orasida bir ikkita nima deydi? Yangi chiqqan, oldindan hech joyda bo'lmagan, hech kim tanimagan bolalar chiqyapti-da, umuman notanish bolalar. YouTube bo'yicha palon $1000 toping, bir oyda natija qiling, telefonni o'zi yetarli deb turib aldab, o'shanday qilib bolalarni aldab pulini olyapti. Bu narsa yaxshi narsa emas. O'shaning uchun mana oson, yengil, tez degan narsami o'zi unga ishonib o'tirmang, bo'ldi. Unaqa narsa yo'q, bu dunyoda yo'q u narsa. Oson, yengil, tez bo'ladi degan narsa kamdan kam holatlar 1-2 marta bo'lib qolishi mumkin, lekin har doim bunaqa narsa hayotingizda duch kelavermaydi. Tem bo'li bo'lib ham pul topish sohasida. Albatta mehnat qilasiz, sabr qilasiz, chiroyli natijalar o'shanda bo'ladi. Qopqonga tushib qolishdan ehtiyot bo'ling. Bu gaplarim orqali kimdir ko'ngliga tegish niyatim yo'q. Albatta ularni ham nima deydi? O'sha ilmlilari bor, yaxshilari bor, insonlarga foyda berayotganlari bor. Bularga mingdan ming rahmat. Ularni albatta hurmat qilaman, cheksiz. Mana shu narsalarni aytib o'tmoqchi edim bugungi darsimizda, xudo xolasa. Keyingi mana shunaqa foydali darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.